Shalalala, shalalala, shalalalalalala. Dahshat. Bugun hali bahor kelmasdan turib gullar ochilib, atrof muhit yashil bo'lib ketgan. Chunki bu Minecraftda. Minecraftda qish, bahor, kuz degan narsa faqat biz xohlasak bo'ladi, xohlamasak bo'lmaydi. Wow, polislarda o'zgarish katta. Bu yerda oldin polis yo'q edi, kimdir polis qilib ketibdi. Qaranglar. Bizning qishlog'imizda o'zgarish katta. Ayniqsa bu 100-qishloq bo'lgandan keyin u yerda qandaydir suv kamchilik. Bu yerda suvni kimdir ichib ketgan, men bilmadim. Mana bu polisda ham shunaqa bo'lsa, demak, kimdir vaqti suv sagan. Bunda ham shunday. Voy yaramas, qaysing suv ichib ketding? Qaysing buncha suv ichyapsan? Oy, kasal bo'lib qolasanlar. Yangi mashinami? Stop. Bu yerda bunaqa mashina avval yo'q edi-ku. Saloni sal rasvo ekan u. Atak bu. Ha, bo'ldi bu. Kafeni mashinasi ekan. Yo'lni qaranglar. Takoy qilishibdi lekin boru. Bunaqa o'zgarishlar qishlog'imizni yorvaration qilib turibdi. Konfet. Bu kafe bo'lsa, konfet sotilmaydi-ku bu yerda. Aytgancha barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Joha va sizlar meni yangi kanalimdagi yangi videodasizlar. Albatta kanalga tez obuna bo'linglar, chunki zo'r videolar chiqadi endi bu kanalda. Boshinglarni aylantirib tashlayman bunday qilib. Yo boshinglar aylandim, davet kommentar yozinglar. Qarich bo'ldi, unaqa disklashmaymiz chunki o'zi kattamiz biz. Biz kattamiz-ku. Siz yoshingiz nechida jigar kommentariy yozingchi. Meni yoshim 17 da, ya'ni 18 ga yaqinlashyapman. Bir necha oy qoldi 18 ga kirishimga. Xo'sh, men hozir stop. Mer bosh 2 ta bo'lib qolganmi? Votda. Mer 2 ta bo'lib qopti, ko'rdingmi? Qanaqa 2 ta akasi kelgan berdi. Akasi bormi bu yerda? Ha, bor, boy berdi ekan. Boy merdi men taniyman. O'tgan martdagi, ya'ni oldin yashagan qishloq voy nima deyapman? Oldin yashagan qishlog'imdagi merning akasi ham boy mer edi. Menimcha bu hamma qishloqlar bir-biriga og'ayni, ya'ni qarindosh, tushundingmi? Serios? Da, serios. Tushunali, lekin men bunaqa deb o'ylamagandim. Ha, bo'pti, mayli, nichivo. Men borib polizimni yig'ishtirib olay, atrof muhitini keyin kelaman. Точно menimcha menga mer ish buyuradiki, yangi kelgan merga, ya'ni boy merga sen uy qurasan yoki boshqa narsa bitta qurib berasan deydi. O'shaning uchun hozir o'zim shaxsiy ishlarimni qilib turib, keyin o'sha mer buyuradi, ishni qilsam bo'ladi. Ya'ni boy mer bratan uchun uy qurish kerak. Endi qanday uy quraman bilmayman. Bu yerga ko'ryapsam, sariq rangli eshik qo'ndirganman. Endi o'zimning ustimda unaqangi rangli hech qanaqa kiyimam yo'q, hech nima yo'q. Taalluqli qo'limning rangi ham boshqacha ekan, qaranglar. Xo'sh, bu yer juda ham zo'r bo'lgan. Deraza ochilmas ekan, bilmayman. Shu yerdan qo'limni tig'ib turib shkafimdan pulimni olsam bo'lmaydimi? Yo'q, qo'lim yetmaydi точно. Tak, bu yerda gaz plitam bor. Nimagadir gaz yo'q lekin. Nimaga gaz yo'q bilasizmi? Tugagan gazxonaga olib borib to'ldirtirib kelishim kerak. Lekin erinib o'tiribman. Bu erinib o'tirishda biror nima o'zidan o'zi bo'lib qoladimi? Ha, nima deysizlar? Biror marta ko'rganmisizlar nimadir o'zidan o'zi bo'lib qolganini? Turib harakat qilmasang qayerdan bo'ladi, jigar? Tak, okey. Kartoshkalar. Wow. Kartoshkani qorib, kartoshka free qilib yeyish kerak. Lekin aytdim-ku, menda gaz yo'q, qanday qilaman? Gazim bo'lganda qilsam bo'lardi. Tak. Endi qachondir vaqtim bo'lganda o'shanda borib gazxonaga gaz to'ldirib kelsam bo'ladi. Xo'p. Ana endi sabzilarni ham shunaqa ekib chiqsak, sabzilar nimagadir bugun kam, bilmadim. Balki sabzilar bilan kartoshkalar urushib qolib turib, sabzilar arozlab ketgan bo'lsa, yo, unaqa bo'lishi mumkin emas. Balki eshikda nima gap? Jo'xa, men bitta polisiga kirib ko'ray. Kirib o'tirma, baribir hamma narsani yig'ishtirib bo'ldim. Men aytganimni yig'ishtirib berardim. Senga bitta savol beraymi? Mana bitta sabzini olginda olib borib, to'xta, sabzini beray senga. Mana sabzini olginda, voy to'xta. Menga qara, menga qara. Mana sabzini olginda, avval ol, keyin aytaman. Olinmayapti. Pastga tushsang olasan shuni. Menga qara. Mana endi ochi, qani? Olding, malades. Endi nima qilishni deymi? Ha, nima qilay? Endi borasan, uyda dadang uydami? Ha, dadam uyda. O'sha dadangni qara, shunday eshikda patinkasi yechilgan turibdi. O'shani ichga tiqib qo'y, xo'pmi? Keyin nima bo'ladi? Keyin zo'r yangilik eshitasan, vobshi mazza qilib borasan. Qanaqa yangilik? Aytganimni qil. Bo'pti, qilib ko'raman. Mayli, bo'pti. Keyin javob bo'lmasdan kelib so'rayman. Qarosh jigarlar u olib borib tiqadi. Dadasini patinkasiga. Keyin dadasi, "Ha, nima, o'g'lim uylanmoqchimisan?" deydi. Keyin, "Ha, dada, uylanmoqchiman" deydi. Keyin bo'lsa dadasi uradi. Yomon ichi qora odamman, ko'ryapsizlarmi? Dadasiga urdirmoqchiman-da uni. Xo'sh, bo'ldi endi.
ana endi janob merni oldiga kirka tapor ana shu ikkalasini olib boraylik, chunki aniq ish buyuradi menga, точно bilaman. Yo uy qur deydi, yo boshqa narsa qur deydi, bilmayman. Yo uyimni remont qilib ber deydimi, xullas qurilish ishlarini aytadi, chunki yangi boymer kelgan, balki uyimni kattaroq qilib ber deydi, boymer siqmayotgan bo'lsa. Tak hozir bilamiz xullas. Lekin merni uyi bu yerda emas, bilasizlarmi? Merni uyi mana bu. Ya'ni bu ishxonasi bu, qishloqning kirgan joyida qurilgan. Tak, assalomu alaykum mer va boymer. Ay, qalaysan, Jo'xa, yaxshimisan? Siz ana 97 yo 13 qishloqdagi merni akasimisiz? Ha, 13-qishloqdagi ham, 97-qishloqdagi ham va 100-qishloqdagi ham merni akasiman. Xullas, barcha merlarning akasiman desak ham bo'ladi. Ya'ni men aka mer, ya'ni boy merman. Tushunali. Janob mer menga qanaqadir ish buyurmoqchi bo'lgan ekansiz, adashmasam. Ha, xuddi shunday, boy mer ish bermoqchi. Sizmi? Ayting qanaqa ish? Xullas, qishloqning kirish joyida meni mashinam turibdi. O'shani olib kelganda merni uyini yoniga bitta garaj qurib, o'sha mashinani joylashtir. Bo'ldi bratan, addushi rahmat boru. Uy qur demadi ham yaxshi qutuldim. Mazza. Ana endi wow, nima mashina bu? To'xtanglar. Yaxshi. Muhimi uy qur demadi-ku. Menga uy qur deydimi deb qo'rqib ketibman. Tak, mana bu daraxtlarning yarmi qayoqqa ketgan deysizlarmi? Ammo bu yerda yo'l qiyincha kesib tashalgan hamma daraxtlarning yarmi. Mana qaranglar, hammasini shunday yarmidan kesgan, bu yerda yo'l qilishgan. O'zi ham cho't yo'l chiqqan, lekin bu yerda maza qilib drift qilsa bo'ladi. Mana bu mashinani o'zi haydab ko'raman. Tak, bu nima mashina ekan? G'alati, sabz rangli ekan. Xo'sh. Eshigini ochamiz va qarasak rul chap tomonda bo'ladi. Bu Hindistonning mashinasimi? Nima balo? Chap tomonda emas, o'ng tomonda ekan rul. O'zbekistonning mashinalarida va boshqa mashinalarda chap tomonda bo'lardi. Mayli endi nima ham derdik, shu mashinani voy, nima bu mashina qotyapti? Mashina emas, Minecraft qotyapti ekan. Mashina haydaganmi Minecraft qotyapti. Voy, jinnimi bu Minecraft? Xo'p, mayli, okey. Qotsa ham iloji yo'q endi, bir amallab uyini biqiniga olib borishimiz kerak merni. Tak, asta. Voy, jetel yaramas, qoch, yo'ldan qoch, urib ketaman. Urib ketsam keyin javobini bera olmay qolaman. Tak, mana bu yerdan asta burilamiz. Bu yerda chorrahani udar qilib qurishgan. Burilishni ko'rdinglarmi? Mashina umringizda ashnaq qilib burganmisizlar? Umuman burmagansizlar. Men aldamanglar, bura olmaysizlar ham. Tak, mana mashinani mana shu yerga moslashtirib qo'yamiz. Okey. Va yana bitta. Okey, bo'ldi, все. Men shu yerga hozir ustiga garaj quraman. Tamom, bo'ldi. Okey. Bu yerdan bir ikkita bloklar olish kerak. Men bu bel kuragimni olib kelmagandim. Qaranglar, mayli qo'lim bilan bo'lsa ham endi bir amallab olib tashashim kerak. Qo'l bilan sindirish ammo yomon, chunki qo'l sinib qolishi mumkin. Xo'p, yo'q, hozircha qo'l sinmaydi, chunki qo'limiz baquvvat. Biz mujikmiz-ku. Qo'llarimiz nimadir bo'lib qolsa ham biz yo hech nima qilma deb turishimiz kerak, chunki aytayapman-ku, biz mujikmiz, biz erkak kishimiz, bizga unaqa g'alati xarakterli yo'q, yarashmaydi. Tak, mana kir emas. Ana endi daraxt olib kelamiz albatta. Tak. To'xtanglar. Ha, kirka va tapor qo'limda edi. Tak, kirkani o'zi olib kelmasam ham bo'lardi, chunki nima demoqchi edim? Esimdan chiqib ketdi. Voy, qaranglar. Voy, nimaga hozir bo'lgan narsa esimdan chiqib ketadi? Buni qaranglar. Rostdan вообще g'alati. Ha, tosh olishim kerak aytgancha. Toshlarni olib borib turib, ustiga qo'yishim kerak. Ostiga emas, ustiga. O'zi ostiga qo'yish kerak. Atak mana ustiga qo'yib yuboramiz. Chunki o'sha mashinani ostiga qo'yish uchun mashinani olish kerak. Mashinani o'sha qo'yib bo'ldim. Endi qo'ygan narsamni qaytarib ola olmayman, to'g'risi. Chunki odam bir so'zli bo'lishi kerak. Bitta narsani qildimi, o'sha narsadan o'zgarmasligi kerak. Buni unutmanglar hech qachon. Sizlar ham mana shunaqangi odam bo'linglar deb turib sizlarga motivatsiya berib qo'yibman-da endi. Endi sizlar ham zo'r bo'lib ketinglar deyman. Men bir o'zim zo'r bo'lmay yoki zo'rlar faqat zo'r bo'lmasin. Ya'ni zo'rlarning o'zi faqat zo'r bo'lib turib, zo'r emaslar zo'r bo'lib turib, nima deyapman? Вообще g'alati gapirib qo'yibman. O'zim nima deyotganimni o'zim tushunmayapman. Shu o'zim bilan o'zim kelisha olmayapman-ku. O'zim bilan o'zimni kelishtirishim kerak. Agar o'zim bilan o'zim urushib qolgan bo'lsa, o'zim bilan o'zimni yarashtirishim kerak. Bunda albatta sizlarning yordaminglar kerak. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosinglar. Men o'zim bilan o'zimni yarashtirish uchun bahona topaman. Ya'ni qara, obunachilarimiz ko'payib ketib